Yigit kishiga 40 hunar ham oz deganda mana Shahzod Samarqand xudo xolasa Tinikafon bo'yicha hozirgi kunda demak ish olib boryapti. Nomerdan. Bugun yana xudo xolasa mana uyda noldan Xunojonob bo'g'oz qilib xalqimizga yana tavsiya etyapti. Hormang. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma sog' salomatmi, yaxshimi? Hurmatli kuzatuvchilar, o'tkir jo'ram aytganday, yigit kishiga 40 hunar oz deganday mana sizlarga bitta o'zimizni mesni sigirchalardan tayyorlab qo'yibmiz. 9 oylikka o'tdi o'zi, 8 oylikka o'tdi ikkita. Yaxshi mesni bir qichoq o'tga qorni to'yadigan sigirchalar. Mana e'tibor qilamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Mana juda ham ajoyib. Noldan o'zimiz qo'yganmiz. Polni otasi ham shu yerda turibdi. Otasi ham shexda. U yoqda bir mollarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Dalshi tayyor bo'lib kelayotgan. O'tgan safar ham aytib ketdik. Polni nasib bo'lsa, короче, faqat sizlarga bo'g'oz mana shunday yaxshi, sifatli, sog'lom, puli yengil, arzongina o'zimizning mesni va parada emas, nima edi? Bir nima hozir bir nimalar chiqyapti. Shu o'zimizning mesni molchalardan chotki, salginaga qorni to'yadigan 5-6 ta bitta ro'zg'orda obod qiladigan sigirchalar sizlarga tayyorlab qo'ydik, hurmatli kuzatuvchilar. Akalar xudo xolasa 5-6 litr sut beradigan yaxshi g'unojinlarda mana. O'zi 8 oylik, 9 oylik bo'g'oz, hurmatli. Uzun mana. Tayyor. Gap yo'q. Bularni nechidan baho qo'ydik, Shahzod? O'tkir jo'rash 2 oyga 50 million baho qo'yamiz. 2 oyga 50 million baho qo'yamiz. Kesin ma'qul kesin oldiga kelib bemalol ko'p savdomizni qilaveramiz. 2 oyga 50 million narx qo'ydik. 50 million. 9 oylik, 8 oylik bo'z. Endi buni tug'dirib, ho'kizcha tug'sa baxti. Endi-da, misol uchun otasi ham, ikkovini ham otasi chotki, zakonni ho'kizdan qochgan. Hurmatli kuzatuvchilar, kelaverasizlar. Mana shunday. Ikkalasi 50 million qo'yildi. Olib sotaman, tug'dirib sotaman degan akalarga ham tavsiya etamiz. Hali savdosi g'ij-bij, xudo xolasa savdo qilib olaverasizlar mana. Kelishtirib beramiz, Shahzod? Kelishtirib beramiz. Kelaveringlar. O'zimizda dehqonchilik mollardan, yoshlikdan, buzoqchalikdan o'zi tayyor qilib olib, mana 7-8 oy bo'g'oz qilib tayyor qilib beryapmiz. Konkretni yaxshi sigirchalar bo'ladi nasib bo'lsa, xudo xolasa. Hurmatli akalar, kelaverasizlar.